Assalomu alaykum do'stlar. 2026-yil uyga travertin qilish necha pulga tushyapti? Bugun xudo xolasa shuni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu obyektimiz Ishtixon tumanida tugatib o'z egasiga topshirdik. Bu obyektimizga kartamera fasonida qilib berganmiz. 2 slok travertin, 2 slok lak, 1 slok polirovka. Kvadrat metrlarga keladigan bo'lsak, $10 mustaqil materiali hamma narsasi ichida. Buni ichiga nimalar kiradi? $10 mustaqil materiali, travertini, tiyaga, lisa hamma narsasi kiradi do'stlar. Ayvonimizga mana shunaqa patla qilib, orqasiga svechalar qilib, chiroyli qilib berganmiz. Xo'p, arkani ichida trafaretlar tushirganmiz. Bu ham o'ziga yarasha vid berib turibdi. Narx-navosi $8 $12 gacha mustaqil materiali hamma narsasi ichida. Yaltirashlarga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar do'stlar. Bu videoni uyni travertin qildiraman degan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa kelishtirilgan holatda chiroyli qilib bitkazib beramiz do'stlar.